Bu video darslikni ko'rayotgan bo'lsangiz, katta ehtimollik bilan sizda IELTS bilan muammo bor va siz haqiqatdan reading qismidagi eng qiyin savol turiga javobni 30 soniya ichida topmoqchisiz va ishoning, men sizga dars oxirida shu muammoga, ya'ni reading eng qiyin savoliga javob topishni va faqat javob topishni, balki 30 soniya ichida javob topishni usulini o'rgataman va undan tashqari sizda motivatsiya, xohish va tartib intizom bilan muammo bo'lsa, shu darslik davomida ularga hammasiga javob topa olasiz, yechim topa olasiz. O'zim ham IELTSga tayyorgarlik qilgan paytim 2016-yil reading bilan juda ham qiynalganman va umumiy holda 25-yilgacha men IELTSni 6 marta topshirganman va birinchi 4 marta IELTSni topshirganimda men readingdan o'zim xohlagan 9ni hech qo'lga ola olmadim, afsuski. Ko'rishlaringiz mumkin, birinchi IELTSimda menda 8,5, keyin 8, keyin 7,5, keyin yana 8,5 va oxirida men oxirgi ikkita urinishimda readingdan 9 qo'lga kirita bildim va buning asosiy sababi men 3 ta juda ham muhim o'zgarishlar kiritganman, 3 ta juda muhim strategiya o'rganganman va hozir biz faqatgina bittasiga e'tiborimizni qaratamiz va bu usul haqiqatda ishlayotganini men studentimda sinab ko'rganman va alohida studentlarimda intervyu olgan paytim ulardan so'raganman, sizga bu strategiya foyda berganmi, va har bitta studentimning javobi pozitiv edi, ha degan menga va hozir siz Sitora studentimni ko'rishingiz mumkin, haqiqatdan readingni sevib qolgan studentimiz. Lekin men ishoning Jahongir aka, bunchalar ko'p nima desa bo'ladi, motivatsiya olaman kursdan deb o'ylamagandim, chunki bir oy ichida meni ko'rsatkichlarimni bir balga ko'tarish bu men uchun impossible edi o'zi boshida. Mana shunaqa o'ylardim. Lekin men sizni darslaringizda qatnashib, vazifalarni qilib, sizni har bitta chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi-yu. Va bir band 9 egalari bilar ekanda anaqalarini. Rahmat. Ki nimalarni, men sizda nima desa bo'ladi, shunchalar qiynalganim, aslida oson elementlarga e'tibor qilmaganimligini tushunib, ishoning men bunchalar va bu studentimiz shu usuldan foydalanganidan keyin nafaqatgina readingni sevib qolib, balkim keyinchalik reading natijasini oshirtirdi va marhamat 7 qo'lga kiritdilar. Endi esa biz dars qismiga o'tamiz va men sizga shu Sitoraga o'rgatgan texnikamni va oldingi umuman onlayn kurslarda o'rgatgan texnikamni sizga juda qisqa vaqt ichida o'rgataman. Bismillah, darsni boshlaymiz va birinchi bo'lib biz planni ko'rib chiqishimiz kerak. Xo'p, o'zi bizda task completion, ya'ni biz ko'rib chiqmoqchi bo'lgan bugun savol turida nechta ichida turi bor. Bilamiz, o'zi bir necha turi bor. Bizda o'sha bir necha turning ichidan eng qiyinini ko'rib chiqamiz. Bizda misol uchun table completionlar borda, har xili. Lekin biz siz bilan bugun ko'rib chiqadiganimiz bu summary completion, pastida variantlardan berilgan savol turi, chunki bu eng qiyini. Ya'ni savol, nimaga shu savol turida bizda eng qiyin deb hisoblanadi? Chunki butun passage 3, ya'ni eng qiyin passage ichida siz nafaqatgina so'zlarni o'zini topishingiz kerak, siz u so'zlarni yana paraphrasini pastidan ham topib bilishingiz kerak. Ya'ni bu yerda bu so'zlar beriladi, bu yerda ular paraphrase qilinadi. Yana 3-marta table ichida paraphrase shakli beriladi. O'sha uchun bu savol turida juda qiyin deb hisoblanadi. Undan tashqari bizda juda ko'p yangi informatsiya bor. Misol uchun inquiry, gifted, bu so'zlarni har bittasining tarjimasini bilib olishingiz kerak va faqatgina ularning tarjimasini bilganingizdan keyin bularning javobini topa olasiz. Endi tasavvur qiling, buni shuncha paragraf ichida, bu yerda bilmayman nechta 1 2 3 4 5 1 10 ta paragraf bor. 10 ta paragraf ichida siz aynan shu 27 dan 32 gacha bo'lgan savollarni topishingiz kerak. Endi uni qanday topasiz? Men sizga bugun o'rgataman. Хорошо. Men sizga bermoqchi bo'lgan yechim strategiya juda oson. Uni nomi OTF, bu order, title va fixed words. Vaqti qolsa hozir men sizga practice orqali buni haqiqatan practice qanday ishlash kerakligini ko'rsatib beraman. Bu strategiya natijasida bugun siz kamroq o'qishni o'rganasiz. Stress kamaytirasiz shu strategiya tufayli, chunki bu strategiyaning yordami bilan siz kamroq o'qib 30 soniya ichida javobni aniq lokatsiyasini topib olganingizdan keyin javobni aniq qayerda berilganini yana topa olasiz. Tushunyapsizmi? Endi lokatsiya paragrafdan tashqari aniq qaysi gapda javob berilganini topa olasiz. Xudo xolasa buni hammasini siz bemalol 30 soniya ichida bajarishni o'rganasiz. Xo'p, endi OTF ni o'zini ko'rib chiqsak, 3 ta qismdan iborat: O, T, and F. Ya'ni u OTF nima degani? Qarang. O bizda bu order, ya'ni savol birinchi boshida berilganmi
ikkinchisi o'rtada berilganmi, uchinchisi matnning oxirida berilganmi. Shuni biz aniqlab olishimiz kerak order orqali. Ikkinchisi bu title bu sarlavhani bilamiz. Endi biz matnni sarlavhasi emas, summary completion savol turining o'zini tepada berilgan sarlavhasi orqali javob topishni o'rganamiz. Va uchinchisi bu fixed words. Fixed words juda muhim, chunki fixed words yordam bilan bizga javob topish nereal osonlashadi. Ishoning, like very easy bo'lib qoladi bu narsa. Endi bularni yana chuqurroq ko'rib chiqsak, OTF, ya'ni order, title va fixed words. Ularni ko'rishdan oldin bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Iltimos, kim ham bu darslikni ko'rayotgan bo'lsa, eslab qolinglar. O'zi kurslarimda buni qayta takrorlayman. Bu bitta strategiyadan, time managementdan eng muhimi bu comprehension esa bu vocabulary. Eslab qolinglar. Любой bitta kursda, любой bitta darsda, любой bitta tilda eng muhimi bu vocabulary. Agar siz vocabularyni bilmasangiz, ya'ni so'z boyligingiz kam bo'lsa, men sizga o'rgatgan narsani foydasi juda cheklangan bo'ladi. O'sha uchun lug'atga eng ko'p urg'uni berib harakat qilishingiz kerak. Chunki lug'atsiz tushunish matnlarni impossible, savollarni tushunish impossible. Mani texnikamni ishoning lug'atsiz ham o'rganib ishlatsa bo'ladi, lekin javob topish baribir qiyin bo'ladi agar sizda vocabulary kam bo'lsa. Eslab qoling, men sizga o'rgatmoqchi bo'lgan OTF strategiya lug'atsiz ham ishlaydi, lekin baribir siz 100% bajarmoqchi bo'lsangiz readingni, lug'atingiz next levelda boshqa darajada bo'lishi kerak va juda ko'p so'z o'rganishingiz kerak. Eslab qoling bu narsani. Endi biz strategiyani o'ziga o'tamiz. Xo'p, order nima uchun muhim? Siz savol qayerda berilganini aniqlab olganingizdan keyin, misol uchun bizda savol boshida berilgan bo'lsa, javobi ham boshida bo'ladi. Agar bizning savolimiz, ya'ni summary completion savolimiz o'rtada berilgan bo'lsa, javobi ham o'rtada, oxirida berilgan bo'lsa, javobi ham oxirida bo'ladi. Hozir sizga buni praktika orqali ko'rsataman. Keyingisi title nima uchun bilishingiz kerak? O'zi ekranda ko'rganingizdek, bizda summary completionda tepasida nima berilgan? Title berilgan. Sarlavha. Men shu sarlavhani o'qib, men qaysi paragraf shu sarlavha bilan boshlansa, o'sha paragrafni faqat o'qiyman. O'sha paragrafda bizda javob berilgan bo'ladi. Misol uchun bizga the bedrock myth degan paragraf kerak. Qarasak, marhamat, bedrock myth. Keyin savolning o'zida 7 degan so'zi berilgan. Buni ham topyapman. Bar ism degan berilgan. Buni ham qarang, topyapman. Shu so'zlar titlega berilgani uchun men bemalol buni topa oldim. Mana shu paragrafda javob berilganini men taxminan bir 10 yoki 15 soniya sarfladim. Very easy, very fast. Endi keyingisiga o'tamiz. Bu bizda fixed words. Nima uchun fixed words ni bilishimiz kerak? Chunki fixed wordslar orqali bizga javob topish juda osonlashadi. Nima uchun? Chunki bizda asli ikkita turli so'z bor. Bu flexible words va fixed words. Flexible words bu sinonimi bor so'zlar. Qanaqa flexible so'zlar bor? Misol uchun support, help, aid, assistance. Yana sizga misol beraman. Pleasure, enjoyment, happiness. Juda bir-biriga o'xshash so'zlar, bular bizda ingliz tilida flexible words deb ataladi. Fixed words hech qachon o'zgarmaydi. Misol uchun passageda, readingda sizda Jahongir so'zi berilsa, u hech qachon paraphrase qilinmaydi. Ya'ni Jahongirni Jahon, Jahongirni Jonik, Jahongirni Jaha deb hech kim paraphrase qilmaydi hech qachon passageda. Okay? McGregor is McGregor, Habib is Habib deb yozilib beriladi passageda. Undan tashqari o'zi fixed wordslarga nima kiradi bizda? Nameslar kiradi, sanalar kiradi va sonlar kiradi. Misol uchun bizda 2500 yoki 10,000 yoki $20 hech qachon paraphrase qilinmaydi passageda. Yoki sanalar 1998-yil. Tamam, 1998-yilda beriladi. Eslab qolasiz degan umiddaman. Mana shu 3 ta narsaga o'z e'tibor berib, biz 30 soniya ichida javob topishga harakat qilamiz. Endi esa practice qismiga o'tamiz. Practice uchun men eng oxirgi Cambridge'dan foydalandim. 15 dan boshlab 19 gacha va ishlatgan bo'ldi testlarim bu Cambridge 15 va Cambridge 19. Va sizga o'rgatgan shu texnikam strategiya haqiqatan ishlaydi. Va o'z practice'da bu narsani ko'rsataman. Cambridge passage'larda nima uchun Cambridge passage'larda? Chunki Cambridge passage formati pram juda deyarli 100% real exam formatiga to'g'ri keladi. Va eslab qoling, biz hozir practice ishlatadigan asosiy 3 ta narsamiz, birinchisi bu tartib, ikkinchisi bu title va fixed va flexible words. Ana shu 3 ta narsadan foydalansak, biz summary completion savol turlarini passage 3 dagi summary completion savol turlarini javoblarini bemalol juda tez topa olamiz va u vaqt masga darsni boshida aytganimda 30 soniya ichida biz bemalol javobni topa bilishimiz kerak. So let's go. Xo'p, birinchi passage bizda o'sha reading passage 3, what's exploration? Bizga keraklisi bu summary completion savollar. Bu yerda summary completion savollari bor va 3 ta qaraydigan narsamiz bu order, bu title va fixed va flexible words. Birinchisi biza ko'rib turibmiz bu 38 dan 40 gacha savollar, ya'ni 38 dan 40 gacha berilgan bo'lsa, bu oxirida berilgan savol.
oxirida berilgan savolning javobi oxirida bo'ladi. Ikkinchisi, biza title ga qaraymiz. The writer's own bias. Title nima uchun muhim va titledan tashqari bizga birinchi gap juda muhim, chunki birinchi gap qanday boshlansa va title qanaqa yozilgan bo'lsa, bizni paragrafimizni boshi ham shunaqa yozilgan bo'ladi. Xo'p, qarang, yana bir marta aytaman. 38 dan 40 gacha bo'lgan savollar javoblari oxirida va title ga qaraymiz va birinchi gapga qaraymiz. Xo'p, 38 40 oxirida javoblari, bilamiz javoblari o'rtada emas, paragrafning boshida emas. Ya'ni siz momentalni o'zingizga birinchi page'ini mana buni o'chirib qo'yishingiz mumkin. Bizga birinchi page'da hech qanaqa javobimiz yo'q. The answer is on the second page bo'lishi kerak. Bu nima degan? The writer's own bias. Qaysidir paragraf ikkinchi pageda the writer's own bias bilan boshlanishi kerak. Shunday paragrafni ochamiz. Marhamat, bizda oxirgi paragrafning birinchi gapi I best declare my own bias degan. Easy peasy lemon squeezy 100% javob shu paragrafda bo'ladi. Chunki deyarli hamma narsa to'g'ri kelgan bizga. Birinchisi bu order, ikkinchisi bu title. Xo'p, order bo'yicha javob oxiriga ekanmi? Ha. Title to'g'ri kelyaptimi birinchi gapga? Ha. Javob o'sha yerdami? Yes, 100% javob shu paragrafda bo'ladi. Nima uchun buni o'rgatyapman? Chunki bu sizni vaqtingizni ekonom qilishga juda yordam beradigan taktika. Qanday? Chunki bu javoblarni topganingizdan keyin siz vaqtingizni sarflab bekorga bu paragrafni o'qib bitirmaysiz va undan tashqari birinchi pagedagi ham paragrafni o'qib bitirmaysiz. Boshqa savollarga bemalol aytaylik, ana shu oxirgi paragrafgacha siz fokus qilishingiz mumkin. Juda qulay texnika. Davom etamiz. Yana practice orqali buni topishga harakat qilamiz. E'tibor beringlar, bu yerda bizga hech qanaqa fixed wordslar yo'q, ya'ni names, numbers va dates yo'q. Davom etamiz. Keyingisiga. Hop, why fairy tales are really scary tales. Paragraf title-ni o'qidik, endi savolga o'tamiz. Savol orderini aniqlaymiz. Qarang, 32, 36. Ya'ni tepada savollar bor. E'tibor beringlar, bu yerda savollar bor va buni pastda savollar bor. Ya'ni bu savol turi summary completion bizda o'rtada joylashib qolgan. O'rtada joylashgani uchun javoblari ham paragrafning o'rtasida bo'lishi kerak. Ya'ni birinchi paragrafda va oxirgi paragrafda 100% javobni topa olmaysiz. Ikkinchisi, hop, 32, 36 ni o'qidik. Endi nimasini o'qiymiz? Title-ni Phylogenetic Analysis of Little Red Riding Hood. Bizda title berilgan va shu title bo'yicha bizda paragraf ham boshlanishi kerak. Title-da nima degan? Phylogenetic Analysis of Little Red Riding Hood. Qaysidir paragraf mana shu nima bilan title bilan bizda boshlanishi kerak. Eslab qoling. Title-ni ahamiyati bizda bu shu title bilan bizda paragraf boshlanishi kerak. Ya'ni qaysidir paragraf ham shu bilan boshlangan yoki birinchi gapida ana shu title bor. Keyingisi biz birinchi so'zga qarashimiz kerak. Bu yerda Tehrani yozgan. Tehrani bu familiya yoki ism bo'lishi mumkin va bu fixed wordslar ichiga kiradi. Eslaringizda bo'lsa fixed wordslarga bizga names, dates va figures kiradi. Bizga shu Tehrani juda muhim, chunki bu fixed wordslar ichiga kiradi. Ya'ni qaysidir paragraf shu bilan boshlanadi. Undan tashqari bizda yana bitta fixed word bor, bu 58. Qaranglar, javobni qayerdan izlaymiz? Paragraf yoki birinchi pageni o'rtasida yoki ikkinchi pageni o'rtasida. Ya'ni birinchi nimaga qarab o'tirmaymiz. Paragrafga, birinchisiga va hattoki ayrim payt ikkinchi paragrafni ham bizga o'qish uncha muhim emas. Pastga tushamiz va aytaylik oxirgi 3 ta paragrafni hatto ham olib tashlasak bo'ladi. Javoblar bu yerda yoki bu yerda bo'ladi. Keyingisi 58 Tehrani degan so'zlarni topishimiz kerak va phylogenetic analysis so'zini topishimiz kerak. Shunday paragrafni ochsak tepada 58 chiqyapti. Qarang, ikkinchi gapni o'zida birinchi gapni boshida Tehrani bilan boshlayapti. Javobi shu paragrafda bo'lishi kerak. Ya'ni savol phylogenetic analysis qayerda? Shunday tepaga qarasak, tepadagi paragrafning birinchi gapida bizda phylogenetic analysis deb yozib bergan. Ya'ni javobi bu paragrafdan paragrafgacha va bu paragrafda ham bo'lishi mumkin. Mana shu 3 ta paragrafni o'qib siz summary completionga javoblarni topishingiz mumkin. Sizga kerak narsa bu order, title va fixed words. Keyingisiga o'tamiz. Darsni davom etishimizdan oldin qisqacha bitta juda muhim e'lon. Bilasizlar, IELTS 9 sohibiman va yaqinda 8,5 IELTS sohibi bilan va tug'ilgandan beri ingliz tili gapiradigan ustoz bilan va SAT dan 1580 yoki 1590 olgan ustoz bilan birgalikda Muhammad Anas bilan men bitta super individual kurs tayyorlab qo'ydim. Bu juda intensiv, juda bir nazorat kuchli kurs bo'ladi va bu kursda faqatgina men va Muhammad Anas sizni speakingizni, writingizni, readingizni va listeningizni tekshiramiz. O'zimiz baho beramiz, o'zimiz feedback beramiz, o'zimiz tekshiramiz. Bunda boshqa hech qanaqa ustozlar bo'lmaydi va sizlarga
qulaylik yaratish uchun bu kursda hozir ko'rishlaringiz mumkin. Biz alohida sistema yaratganmiz va bu sistema orqali biz nazorat qilamiz sizni. Sizga mocklar beriladi. CDI mockni imitate qiladigan deyarli 100% bir xil tizim yasab olganmiz. Unda tashqari uyga vazifa ham hozir ko'rishlaringiz mumkin. Videoda biz uyga vazifani CDI mockdagidek tayyorlab qo'yamiz va bu juda qulay bo'ladi. Super individual course. Agar oramizda kimdir 7-8-9 olmoqchi bo'lsa, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel atrofida albatta kursga yozilinglar. Kursga yozilish uchun quyidagi link orqali ro'yxatdan o'ting. U yerda juda ko'p ma'lumot berib qo'yganman. Eslab qoling, joylar soni cheklangan. Biz taxminan 15 yoki 20 ta student faqat qabul qila olamiz, chunki bu super individual intensive course. Qiziqgan bo'lsangiz albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Endi esa darsga qaytamiz. Environmental practices of big businesses. Xo'p, title-ni o'qidik. Endi summary completion-ni title-ni o'qiymiz. Bizga nima degan? Big businesses. Va e'tibor bering, bu paragrafda bizda hech qanaqa fixed wordslar yo'q va bizani orderimiz bu nima? 27-31, ya'ni bu savollarning javobi paragrafning boshida berilishi kerak. Ya'ni bu savollarning javobini topmoqchi bo'lsangiz, siz hech qachon oxirgi 3 ta paragrafni o'qimaysiz. Deyarli hech qachon. Ya'ni hech qachon deb bo'lmaydi, deyarli hech qachon. Va oxirgi aytaylik, ana bu yerdagi 2 ta paragrafda ham javob berilmasligi kerak. Ana shu 2 ta paragrafda, aytaylik, mana shu birinchi 3 ta paragrafda bizda javob berilgan bo'lishi kerak. Izlaymiz. Bizda paragraf nima bilan boshlanishi kerak? Title bilan. Title nima degan? Big businesses. Nima degan? Many big businesses harm people deyapti. Qani qaysi paragrafda bizda big business deb boshlanadi va harm people deydi. Bu yerda business bor bu yerda big business bor. Katta ehtimollik bilan javob birinchi paragrafda bo'ladi. Chunki 27-31 ga bu bir, ikkinchidan yana bitta bizga to'g'ri kelgan narsa bu big business so'zi. Endi harm people degan narsa bormi, sinonim bormi? Damaging the environment and hurting people. Marhamat. Bu hammasi birinchi ikkita gapda. So bizga shunisi muhim yoki birinchi, maksimum ikkinchi gapda bizda title berilgan so'zlar va savolda berilgan so'zlar uchrashi kerak. Mana shunaqa so'zlar uchradi. Keyingisiga o'tamiz. The persistence and peril of misinformation. Ya'ni xato informatsiyaning peril bu risk degani, yoki aytaylik bu xavf degani va persistence bu keng tarqalgani. Savolni orderini aniqlab olamiz. Yana bir marta aytaman, 3 ta narsa. Order, title, fixed words. What happens when people encounter misinformation? Bu title, keyin biz orderga qarayapmiz. Bu 31-36, ya'ni tepada savollar bor va buning pastida savollar bor. Bu o'rtada joylashgan, javoblari ham o'rtada bo'lishi kerak. Ya'ni paragrafni o'qisak hozir, paragrafni o'rtasida javoblar berilishi shart. Bu yerda bironta fixed words bor. Bu names. Fixed wordslar ichiga nima kiradi? Yana bironta eslataman. Figures, dates va names. Eslab qolinglar. Bizda Descartes, Spinoza and what happens when people encounter misinformation deb boshlangan o'rtada paragraf kerak. Ya'ni paragrafni shuni ochamiz, birinchisini o'qimaymiz. Katta ehtimollik bilan har bitta holatda bizda ikkinchi paragrafda ham javob berilmaydi. Oxirdagi 3 ta paragrafni olib tashlasak bo'ladi. Bemalol. Marhamat, ketdi bular. O'rtadagi paragraflarni o'qib chiqamiz va qaysi biri bizda what happens when people encounter misinformation va Descartes va Spinoza bilan boshlangan bo'lsa, shu informatsiya bo'lsa, o'sha paragrafda bizda javob bo'ladi. Paragrafni o'qib chiqsak, when people encounter misinformation, what happens when people encounter misinformation deb ana shu paragraf boshlanadi bizda. Ko'ramiz, shu paragrafda bundan oldingisida unaqa narsalar yo'q. Shu paragrafni o'zida e'tibor beringlar. Descartes va Spinoza ismlar berilgan. Ya'ni bu savollarning javobini biz bemalol shu paragrafda topishimiz mumkin. Bu strategiya, bu texnika sizga javoblar qayerda joylashganini deyarli 100% aniqlik bilan ko'rsatadi. Javoblarni 100% o'zini topa olmasligingiz mumkin. Birdan, osonlik bilan, lekin sizni ishingizni juda ham osonlashtirib beradigan bu texnika. Так что bundan foydalanish kerak. Realno foydali. Sizga kerakli narsa o'zi 4 ta narsa sizga kerak. Bu birinchidan order, ikkinchidan title, uchinchisi fixed words va fixed wordslarning ichiga bizga nima kiradi eslaringizdanmi? Bu names, figures va dates. Shunday qilib bizda practice orqali men sizga buni ishlashini ko'rsatdim va bu haqiqatan ishlaydigan texnika, okay? Va bu texnikada siz faqatgina e'tibor beradigan narsangiz bu order, ketma-ketlik, sarlavha, title va fixed wordslar javobni aniq qayerda berilganini topish uchun.